Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, Teplodar kompaniyasining, NMK kompaniyasining, Emali Group kompaniyasining aziz muxlislari. Bugun biz Xiva tumanidamiz, Dasha qishlog'ida. Bektemir aka Hajjayevlarning uyida. Uyimiz mana ko'rib turganingizdek, namunaviy joyimiz 600 metr kvadratlik, 20 ga 30. Bu yerda jami isitish maydonimiz hozir bizda 145-146 metr kvadrat chiqdi. Namunaviy joyni o'zlaringiz bilasizlar, g'ishtdan qurilgan. Tomlari beton plita bilan bostiriladi, oynalar plastik ramlar bilan stiklopaket qilingan. Bu yerdagi muammomiz, bu yerda gaz bor, mana gaz o'tib turibdi, lekin shu namunaviy joylarni отопление sistemasida ko'pchilik qiynalib o'tiribdi. Shu yerda domlalarimiz ham aytadilar, 700-800 ming so'm gaz yoqadilar, lekin uy qizmaydi. Sababi birinchidan kotellar, neekonomичный kotellar qo'yilgan bu yerda. Domlalarimiz ham ishlarimizni ko'rib o'tdilar, tekshirib. Mana kotellar qo'yilgan, mana bu eski hozir radiatorlarni ko'rsataman. Kim shu radiatorlarda o'tirgan bo'lsa, bu radiatorlarni qizishidan umid ham qilib o'tirmak kerak emas. Mana shuni oldin mana shunday radiatorlar qo'yiladi, usti paneli ochiladigan. Yana yengil. Fakat gaz yanadi bunda. O'zi qizadi, lekin teplo podachasi yo'q umuman, absolutно. Mana bu kotellarni chiqarib tashlandi. 1 tonnalab gazni yesa ham bu hech qizdirmaydi. Mana bu radiatorlarni cheshib olib tashladik-da. Mana bu chizma asosida 11 ta tochkamiz tushdi. O'zimizni milliy Airfield koteldan qo'ydik. Mana massenning kotel. Biza bilasizlar, nafaqat ko'mir kotel, balki tok kotellar bilan ham, gazli kotellar bilan ham ishlaymiz. Mana jamoamiz hozir srochniy bo'lgani uchun 2 brigadamiz ham birdaniga tushdi. Kotelimiz mana shu yerga joyladik kotelimizni. Hozir oxirgi shtrixlari qoldi. Ishlab turibdi. Mana issiq suvni ulab beramiz hozir shu. Mana uyimizning planirovkasi ozgina o'zgargan. Bilasizlar, mana bu yerda kirgan joyda namunaviy joylarda mana bu yerda dushovoy bilan dushovoy bo'ladi. Bu yerda proxod. Tak, bu yerda oshxonamiz, kuxnya. Mana однотрубный sistema qilib o'tirdik. Pastdan 32 lik truba bilan. Подключение верхний. Mana gelishi bu yerdan mana kotelnidan keladi, chiqishi obratga pastga tashadi. Shunda kotel radiatorning 100% quvvatidan foydalaniladi. Har tarafini kranik qo'ydik, 25 подключение berdik, pasti 32 bo'ldi. Yana bitta bir yaxshi narsa bo'lgan bu yerda. Tamamlar mana bu yerdan meni balkondan qo'shib berganlar. Shundan beri balkon bo'lgan, zalimiz yana 3 metr kengaygan. Shuni hisobidan hozir kvadraturada lishniroq chiqib turibdi bizlarda. Tak, patologlarimiz 290, 280 bo'lgani uchun 1.3, 1.2 metr kvadratdan hisobladik. Radiatorlarimiz Aqua Classic radiatorlar. 500 Aqua Classic 500 lik 1750 watt beradi. Har birisi 175 wattdan beradi. Shuni issiqligi o'zi yetadi. Polni usti bilan ishladik, chunki mana bu yerlar beton bo'lib o'tgan yerlar, endi polni usti tarkib bo'shalish rejalashtirilgan bu yerda. Mana shu trubamiz davom qilib keladir. Suvimizning harakati mana shu yo'nalishda bo'lgani uchun podachamizni bu yerdan olib o'tdik. Apparatga pastdan. Shunda radiatorning 100% quvvatidan foydalaniladi. Shu trubamizning davomi bu yerdan bitta kichkina spalnimiz, disk spalnimizga mana shu rashyot bo'yicha qo'yib ketdik. Bu mana bu xonamiz bu. Bu yerdan mana bitta spalni joyimiz. Radiatorlarni o'rnatdik. Mana shu trubamiz kelyapti. Biz truba bu yerdan kirishi kerak edi. Hozir ichkari tomonini dushovoy qilganlar uchun kafelni buzmaslik maqsadida mana bu yonboshdan olib o'tib ketdik. Trubamiz sal ko'rinib qoldi. Damlar endi shu yerni obshirka bilan, shkaf bilan baklab qo'yamiz dedilar. Mana bu yerdan chiqqandan keyin mana bu endi dalan joyimiz. Oila davrasida o'tiradigan joy asosiy. Mana shu yerlara radiatorlarni qo'yib o'tdik.
Hozir xudo xolasa oxirgi shtrixlarimiz qoldi. Shuni biz o'tsak, suvni doldurib, kotolni yoqamiz xudo xolasa. Hurmatli kanalimiz obunachilar, xudo xolasa yana montaj ishlarimiz tugadi. Kotolni yoqdik. Hozir yana 52 gradusda ko'rsatib turibdi. Так, bu yerda mana Aristona ko'rib turganlaringizdek, tak, подача, обратка, gazli. Gaz ulandi o'rtada, через reduktor, bu yerdan sovuq suvni kirishi va issiq suvni chiqishi. Hozirlikcha bizlara issiq suv kerakmidi, shuning uchun issiq suvni o'chirdik. Bu yerda boilerimiz bor, boilerdan olib turibdilar issiq suvni. Temperaturamiz, установленный temperaturamiz adashmasam 70 gradus edi. Yaqqanimizda bir 20 minutdan 15 minutlardan bo'lib boshladi. 52 gradus. Hozir uyni yo'tarib boshladik mana temperaturasini. Domlalar bilan radiatorlarni bir qator ko'rib chiqamiz. Так, bu davanimiz demak oxirgi tochka bo'ldi. Bizda kuxyamiz. Bu yerimiz birinchi tochka. Yana ko'rsangiz bo'ladi. Hozir 52 gradus endi ko'tarilishni boshladi xudo xolasa. Yo'q, yaxshi qizibdi. Ha? Bir 15 minutdan bo'ldi o'xshaydi yaqqanimiz. 15 minut bo'ldi. Yaxshi. Arka radiatorlarimizdan bir qator ko'rdik. Zalingizga. Mana. Yaxshi aylanib qo'shyapti. Endi sal vaqt kerak bo'ladi. Bugun kuni bo'yi eshikni ochib qo'yib ishladik-ku, shuni. Qiladi shu. Oxirgi radiatoringizni ham ko'rsak, xudo xolasa qandaylar hammasi qizg'on bo'lishi kerak. Bu yerda yana oxirgi tochkangiz bu xudo xolasa. Bu ham qizibdi. Bu ham qizibdi. Qizg'on emas, ku. Xo'sh, damlar, fikrlaringiz? Xo'sh, avvalambor katta rahmat. Yana Shavot tomonidan M-Ali Group atabliyani o'tiradigan bir tashkilot bor ekan. Shunga bir hafta burun murojaat qildim. Xudoga shukr, o'zlari kelib 2 guruhga keldilar. Azondan soat 10 da boshladilar. Hozir 5:30-6 o'rtasida tugatdilar hammasini. Yana avval o'zlarimizda oddiy batareyalardan o'tkazilgan edi, alyumin batareyalardan. Batareyalar o'zi qizaradidan uyni qizdirmasadi. Yana hozir xudoga shukr endi 10 minut bo'ldi hali yong'onni ham qizdirib boshladi. Xudo xolasa sizlarga ham tavsiya qilaman. Bemalol yana murojaat qilsangiz, M-Ali Group tashkilotini murojaat qilsangiz ham sifatli, ham tez ishlaringiz bitib, xudo xolasa bir qishli kuni qattiq sovuqlarda, issiq joylarda o'tirishni nasib etadi inshaalloh. Rahmat. Rahmat sizlarga bizani tanlaganingiz uchun, M-Ali Group kompaniyasini tanlaganingiz uchun, uyingizda yaxshi kunlar bo'lsin. Rahmat. Odamlar yaxshilikda ko'rishaylik. Rahmat.